Mana hozir 3 somon pul soldik. Nimaga? O'zbekistonda nimasi? 1,5 minut vaqt berar ekan. O'sha 3 somon pul bilan mana bitta mashina Mercedes yuradi. Qonun yuradi hozir. O'sha sekundga o'tkazib kerak ekan. Yetti ham Qozog'istonda mashinalarga nimalar yangi samatli bo'lganlar. Yana 1 minut bor. 6 minutga vaqt beriladi ekan. Shunday laptani ham yuboradi ekan mana. Mercedes 23. Yana mana 6 sekund qolyapti. 3 sekund. Добро пожаловать deb yozib qo'ydi mana. Necha minut vaqt beriladi? 6 minutmi? Nima? Minut qancha buni? 180 sekund. 180 sekund. Qo'yar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.